Letori bu o'z mazmunida hujjatli xronikalarga, xalq ertaklariga yoki dostonlarga asoslangan holda. Slavyan, oriy dunyoqarashi va inglizizm an'analarining madaniy jihatdan ahamiyatli xususiyatlarini tiklaydigan yoki ochib beradigan va shuning uchun zamonaviy muallifning fikrlarini ifoda etish uchun badiiy moslashuvchanlikka ega bo'lgan adabiy asar. Muallifdan hurmatli do'stlar va o'rtoqlar. Sizlarga Sovet ilmiy fantastikasining dunyoga mashhur an'analarida yozilgan Qor kulbasi ilmiy, fantastik hikoyasini taqdim etaman. Uning asl asosini aqlli, bilimdon va adabiy iste'dodli sovet fuqarosi Anatoliy Nikolayevich Tarasov 1939-2012 qoralamasi tashkil etadi. Men otamning asl qoralamasini sezilarli darajada takomillashtirdim va uni barcha yoshdagi o'quvchilar uchun qiziqarli qildim. Endi qiziquvchan bola o'zini qattiq Arktikada geodezist va o'rta maktab qizi, sehrli uyning bekasi sifatida tasavvur qila oladi. Shu bilan birga, skameykada o'qiyotgan dunyoqarashli nafaqaxo'r o'tmishdagi dunyo boshqacha, qiziqarli va go'zal ekanligiga qo'shiladi. Uzoq shimol xalqlaridan bo'lgan odamlar ham asarning milliy rangini qadrlashadi. Hikoyada yashirin axloqiy va mafkuraviy ma'no ham bor. Shuning uchun agar biron bir o'quvchi to'satdan yulduz xudolari ijtimoiy motivatsiyaga ega, jamoaviy hayot tarziga amal qilishini payqasa, men bahslashmayman o'zga sayyoralik kema obrazini yaratishda, men uning texnik mukammalligi yuqori axloqiy avtokratik jamiyatning yutuqlariga asoslangan degan taxmindan kelib chiqishga qaror qildim. Bu buyuk davlat tartarida va ma'lum darajada sirda mavjud bo'lgan narsalarga o'xshaydi. Shuning uchun Gelyonning his, tuyg'ulari o'tmishdagi zamonlar uchun nostalgiya, hozirgi kundan qo'rqish va kelajakka umidni anglatadi. Xuddi sirning ko'chirilgan fuqarosi bugungi kunda boshdan kechirayotgan narsaga o'xshaydi. Endi hikoyadagi eng yovuz qahramon bo'lgan yovuz ruh Hargi haqida. Men uni evenki folkloridan bir nechta sabablarga ko'ra tiriltirdim. Birinchidan, insoniyat uchun ogohlantirish sifatida o'zga sayyoralik superkompyuterga tirik mavjudotlar uchun xavfli bo'lgan oldindan aytib bo'lmaydigan mantiqni singdirish. Ikkinchidan, o'quvchiga rus slavyan etnik guruhini qasddan yo'q qilayotgan hukumatparast ijtimoiy parazitlar tomonidan qo'llaniladigan ayyor taktikalarni ko'rsatish. Uchinchidan, manipulyatsiyani aniqlashni o'rganish va bosqinchi din va xalqqa qarshi rejim elchilarini qo'llab, quvvatlamaslik. Shunday qilib, o'quvchi nafaqat bu asarni mustaqil ravishda yakunlashi, balki koinotni yorqin tasvirlar bilan boyitishni ham o'rganishi mumkin. Barchaga omad va o'qishdan zavq tilayman. Bir bob. Kutilmagan tanishuv. Bu ajoyib ertak Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasining shimolidagi qutb kechasida tug'ilgan, ammo tan olinish o'rniga tasodifan sharmandali turg'unlikka tushib qolgan. Shuning uchun men katta ishchi Mavleddin Badretdinovning unutgan 2 kunimni Qor kulbasida o'tkazganim haqidagi da'vosini qabul qilishim kerak edi. 1982 yil kuzining o'rtalarida Taymir geofizika ekspeditsiyasidan topografik guruhimiz vaqtincha Ikan-seysmik partiyasiga o'tkazildi. Ularning bazasi Norilsk tundrasida, Mikchangda, Ondodomi va Chopko daryolarining qo'shilish joyida joylashgan edi. Biz u yerga Dudinkadan vertolyotda olib kelindik. Biz tezda ekspeditsiya majmuasiga joylashdik. Traktorni ishga tushirdik va amaldagi buyruqqa muvofiq shimoli, sharqqa, Volochanka tomon yo'l oldik. Har kuni biz seysmik kabellar yotqizdik, yerni o'rganib chiqdik va qishki yo'lni zichladik. Bizdan keyin sanoatni rivojlantirish uchun tog' jinslari qatlamlarida neft va gaz gumbazlarini aniqlash uchun yo'naltirilgan yer osti portlashlari va maxsus qabul qilish uskunalaridan foydalangan Ikan-seysmik guruhi bor edi. Qutb kechasi 3 oylik alachakaran va qorong'ulik davri bo'lib, psixofizik jihatdan tushkunlikka soladi. Shuning uchun hamma o'zining letargiyasini yengish uchun o'zini zo'rg'a sinab ko'rishi kerak. Ishchilar,
traktor haydovchilari va ayniqsa yorug'likka tayanadigan geodeziklar. Shunga qaramay, dekabr oyining oxiridan fevral oyining o'rtalariga qadar biz davlat rejasini belgilangan muddatda bajarish uchun kunduzgi soatlardan to'liq foydalandik. 23 dekabr kuni tushlik paytida 40 taj sovuq pasaydi va iliq janubi-g'arbiy shamol esadi. Shuning uchun men ikkita buyruq berishim kerak edi. Qattiq ishlashda davom eting, lekin ishlar qanday ketishini ko'ramiz. Bosim pasayishi bo'ronga o'xshaydi. Meni past-tekislikda, kichik ko'l bo'yida kutib oling. Yigitlar chiqib ketishdi. Men ham ikkilanmadim. Men kundaligimni to'ldirdim, kiyindim va profilga yo'l oldim. U yerda mayda narsalarga to'la ryukzak, shtativdagi teodolit va qor qobig'iga chuqur qazilgan keng chang'ilar meni kutib turardi. Haydovchi Lukashenko turar joy binolari va yuk chanasi orasidagi bog'lanishni tekshirdi. Traktorga chiqdi va muzlab qolgan poyezd jo'nab ketdi. Keyin turar joy binolari orqasida ko'ndalang ustun va uchburchak tayanchlarga osilgan yangi kabel g'altagi, profil hali tugallanmaganiga ishora qilgandek jimgina g'ichirlay boshladi. 2-3 kundan keyin bizning tayyorgarlik guruhimiz o'rmonga yetib boradi va u yerdan sekin o'tib, yiqilgan daraxtlarni tozalab, qishki yo'lni yoyadi. Shunday qilib, jadvaldan oldinda bo'lish zarar qilmaydi. Ayniqsa ikon seysmologlari tezlikni saqlab, allaqachon ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rayotganliklari sababli. Traktor mayin vodiy bo'ylab, mayda toshlar va toshlar bilan qoplangan tekis, havoga chidamli tepaliklardan o'tib ketdi. Badrettinov g'altakni aylantirdi. Geodezist Durov esa kuchli shamolga zaifgina ko'zini qisib, seysmik kabelni tortib oldi. Sobolenko 3-chi bo'lib, geofon uchlarini muzlagan yerga ulab, ularning egiluvchan simlarini kabelga uladi. Kun sayin yigitlar tanaffuslarni isinish va choy ichish uchun qurbon qilishardi. Shuning uchun ular tezda oldinga siljishardi. Natijada men yordamchilarsiz, qo'l soatim, teodolit va tundra bilan band holda geodezik chiziqda yolg'iz ishladim. Dastlabki o'lchovlarni daftarimga yozib bo'lgach, ishimni to'xtatdim va uzoqqa qaradim. Ketayotgan ustunning konturini aniqlashga harakat qildim, ammo natija bermadi. Qor aylanib, yugurishni to'sib qo'ydi. Yarim soatdan keyin bo'ron kuchaydi. Shuning uchun men kuzatishlarimni to'xtatib, la'natladim. Jin ursin havo. Geodezik ustunlar endi ko'rinmayapti. Men yugurishim kerak. Aks holda qor kulbasida qolib ketaman. Ilgari men qor uyumi ostida bo'ronni kutishim kerak edi. Qorong'ulikda yashirinib, sovuq va namlikdan titrab, uyquga qarshi kurashib, nafas olish uchun qor qobig'ida teshiklar ochishim kerak edi. Bu yoqimsiz xotira edi. Qora toshlar donador qor bilan aralashib, atrofimda aylanib yurishdi. Keyin vodiy tahdidli ravishda uvilladi. Teodolitni bukladim, lekin kengaytirilgan shtativni joyida qoldirdim. Kuzatishlarimni keyinroq yakunlashni niyat qildim. O'lchov daftarini cho'ntagimga solib, jamoaga yetib olish uchun yugurdim. Umidsizlik bilan men profil ustida 1 soatdan ko'proq vaqt davomida oyoq osti qildim va hali ham hisoblash uchun hech qanday ma'lumotim yo'q. Yigitlar, ehtimol, yugurishlarini tugatib, ko'ldan suv yig'ib, choy ichishyapti, deb pichirladim. Taymir qori xilma-xil. U yopishqoq, kukunsimon yoki bo'shashgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha ko'plab shamollar uni belkurak bilan urib, sovuqda qattiq, qo'pol qobiqqa aylanadi. Shuning uchun tundradagi chang'ichilar tayoqlardan foydalanmaydilar, qo'llari bo'sh. Orqalaridagi katta ryukzak harakatga xalaqit bermaydi va ular xohlagan narsani ko'tarishlari mumkin. Asboblar, qurollar va boltalar. Biroq bu men uchun katta muammo emas, chunki men uzun bo'yliman va o'ng yelkamga tasmasiga shtativ bog'langan teodolitni ko'tarib yuraman. Men traktor izidan torayotgan vodiy bo'ylab ketayotgan edim. Shamol tufayli muzlab qolmaslik uchun burnimni qo'lqop bilan berkitib,
yonoqlarimni ishqalashim kerak bo'ldi. To'satdan eshitishimning eng yuqori nuqtasida kimdir "Ala!" deb baqirdi. Men to'satdan to'xtadim. Bir zumdan keyin yig'i va bolaning nolasi orasidagi bir narsa o'ng tomonimdan, ehtimol tepalikdan kelayotgan aks, sado berdi. Chap yelkamga tupurib, sekin pichirladim. Bu nima? Soxta shimoliy shovqinmi yoki yordam chaqiruvimi? Nima qilishim kerak? Biz qarashimiz kerak. Men tepalikning tepasiga yumshoq burilish bo'ylab bordim. Toshlar uyumidan qochib, instinktiv ravishda jarlikka ag'darildim u yerda. Kutilmaganda qattiq qor ustida o'tirgan, o'ng oyog'ini uzatgan ko'chmanchi qabi loda bo'lgan yosh qizga duch keldim. Yaqindan qaraganda, u momiq, mohirona tikilgan mo'ynali kiyimda sayohat qilayotgan ekan. Qiz qo'rqmasdan tikilib, burnini tortib, qo'lqopini yechib, yonoqlariga katta yoshlarni surta boshladi. Men egilib, sekin so'radim, nima bo'ldi? Bu yerga qanday keldingiz? Yengil tortgan holda, biroz burni qisilgan, yumaloq yuzli notanish odam rus tilida gapirdi. Men bu yerda kiyik minib yurgan edim. Keyin u qoqilib ketdi va men jarlikka yiqildim. Negadir oyog'im menga bo'ysunmayapti, og'riyapti. Siz shu yerda bo'lganingiz uchun menga yordam bering. Qizning qo'llaridan ko'tarib, ishonchsizlik bilan dedim. Siz bu yerga kiyik minib keldingiz, nega? Atrofda 30 milya masofada bitta ham aholi punkti yo'q. Ota, onangiz qayerda? Ko'chmanchi lagermi? Biroq uning yiqilib tusha boshlaganini ko'rib, uni ko'tarib, amaliy yechim taklif qildim. Men sizni ekspeditsiya majmuasiga olib boraman va oyog'ingizni tekshiraman. Agar sinish bo'lsa, biz vertolyot haqida radio orqali gaplashamiz. Shahargacha 1 soatlik parvoz. Ular sizni kasalxonada kutib olishadi va davolashadi. Agar siz faqat bog'lamlarni yirtgan bo'lsangiz, men o'zim bint qo'yaman va sizni ota, onangizga yuboraman. Mo'ynali etik ostidan chiqib turgan g'ayritabiiy tepalikka yonboshlab qarab, vaqtni behuda sarflamasdan yo'lga tushdim. Lekin tepalikni aylanib o'tib, traktor izlari bo'ylab yurganimizda, qiz nola qila boshladi. Yo'q, yo'q, Omolga. Menga sizning g'uvullagan aravangiz kerak emas. Meni u yerga, qorli tepalikka olib boring. Men ko'rsatilgan tomonga qaradim va norozilik bilan la'natladim. Nega? U yerda hech narsa yo'q, faqat yalang'och toshlar. Biroq o'jar qiz, u yerda hamma narsa bor. Qor kulbasi, shaman va ovqat, deb javob berdi. Qor bo'roni kuchaydi. Bahslashishga vaqt yo'q edi, shuning uchun men talab qildim. Siz o'sha tepalikka bormoqchimisiz? Mayli, ketaylik. Lekin u yerda kulba bo'lmasa, gap o'sha men sizni ekspeditsiya majmuasiga olib boraman. Qiz rozi bo'lib bosh irg'adi. Chang'ilarimni balandroq ko'tarib, tez qadam tashlab, o'jar, deyarli vaznsiz yukim umid bilan tikilib turgan tik tepalikka yugurdim. Taxminan 10 daqiqadan so'ng, men uning poydevoriga yetib bordim. Chang'ilarimni holatiga qo'ydim va yuqoriga chiqdim. Afsuski, qadimgi muzliklar bilan o'yilgan tekis cho'qqisida hech qanday bino yo'q edi. Past, to'q kulrang osmonni ushlab turgan bir nechta toshlar va shaklsiz toshlardan tashqari. Tik ko'tarilishdan nafas olib, norozilik bilan so'radim. Xo'sh, sizning qishloq kurortingiz qayerda? Qiz javob berish o'rniga ulkan toshga ishora qilib, meni yoniga qo'yinglar, deb so'radi. Men qo'ydim, lekin shamol kuchayib, endi hatto katta odam bo'lgan meni ham yiqitishi mumkinligi sababli qo'llarimni uning beliga mahkam ushladim. Sog'lom oyog'ida qimirlamay turgan hamrohim qo'pol toshga tegdi. Shu payt hayratlanarli bir narsa yuz berdi. Bu meni o'z aql, idrokimga shubha qilishga majbur qildi. Toshning o'rtasida gorizontal yoriq paydo bo'ldi va uni ikkiga bo'ldi.
Keyin yuqori yarmi o'ngga uchib ketdi va jimgina havoda osilib qoldi. Pastki yarmi esa oq tutun bulutida g'oyib bo'ldi. Men o'zimga kelmasdan oldin qiz tanbeh bilan "Shunchaki turma, o'rningdan tur", dedi. Dahshatga tushib pichirladim. Nega? Qayerda? Shunga qaramay, itoatkorlik bilan chang'ilarimni yechib, tosh ustida turdim va qo'rquvdan qotib qoldim. "Qo'rqma, hech narsadan qo'rqma", dedi qiz ko'zlarimga qarab va qo'shimcha qilib, "Garchi sen qudratli omolga qo'rqishni bilmasang ham." Men javob bermadim, chunki qo'rquv hayvon yoki odamning kattaligiga bog'liq emasligini yaxshi bilardim. Tuman tezda ko'tarilib, bizni butunlay o'rab oldi. Men chuqur nafas oldim va ko'zlarimni yumdim. Nafas chiqarayotganimda iliq havo nafasini his qildim. Ko'zlarimni qiziquvchanlik bilan ochdim va hayratdan qotib qoldim. O'zimni silindirsimon xonada topdim. Qiz taskin berib, "Biz allaqachon pastga tushdik va tez orada markaziy zalda bo'lamiz. Bu kirish zali oldinga boring va barang doira yonidan o'ting", dedi. 9 qadam sanab, kamalak doirasi pulsatsiya qilayotgan qarama-qarshi devorga yaqinlashdim. Hamrohim barmog'i bilan unga tegdi. Keyin qattiq to'siq tebrana boshladi va kemirli yo'lakka aylana boshladi. Men jasorat bilan oldinga qadam qo'ydim va o'zimni keyingi xonada topdim. Xira yorug'lik bu zalning kattaligini yashirardi. Biroq devorlar yuzasidagi barang chaqnashlarga diqqat bilan qarab, men intuitiv ravishda uning baland, keng silindr ekanligini angladim. Qiz keng doiraning sariq rangda miltillayotgan qismini ko'rsatib so'radi. "Meni u yerga olib boring. Biz allaqachon katta kulbadamiz, omolga. Mening shamanim sariq devor ortida yashaydi." 2 bob. Qor kulbasi. Men porlab turgan devorga yaqinlashib, qizni pastga tushirdim. U yolvordi. "Qo'zg'alish og'riqli. Meni yechintiring, omolga. Shaman xonasiga yalang'och holda kirishing kerak, qoida shunday." Boshqa savollarsiz uni mo'ynali kurtkasidan ozod qildim va chap etikini yechdim. Shu yerda hamma narsa to'xtab qoldi. Hatto o'ng oyog'iga eng yumshoq teginish ham undan og'riqli nola qildi. Cho'ntagimdan qalam pichog'ini olib, hech qanday afsuslanmasdan o'ng etikini kesib tashlashim kerak edi. Keyin mo'ynali shimini yechdim. Bir payt yo'lakdagi yorug'lik yanada yorqinlashdi va men tasavvur qilgan o'smir katta yoshli ayolga aylandi. U och ko'k rangli, shaklga mos keladigan kombinezon kiygan edi. Bu hech narsani yashirmasdan uning ingichka belini, egri kestiribini va to'la ko'kraklarini ta'kidlab turardi. Uyalishimni yengib, ikkilanib so'radim. "Kombini ham kestirib qo'yishim kerakmi?" U qovog'ini solib, jiddiy javob berdi. "Yo'q, kerak emas. Men buni o'zim qila olaman." Va mahkamlagichni o'ng ko'kragi bo'ylab bo'yinbog'idan sonigacha pastga tortib, u o'zining nozik tanasini ishonch bilan ko'rsatdi. Men asabiylashib, "Nima qilishim kerak?" "Qarang, jin ursin, ichki kiyim yo'q", deb o'yladim. Harbiy dala tibbiyotini yaxshi bilganim uchun e'tiborimni jarohatlangan oyog'imga qaratdim va mana u. Boldir suyaklari yumshoq to'qimalarni yirtib tashlagan va ko'zga tashlanayotgan edi. Bu manzara unchalik yoqimli emas edi, lekin arteriyalar butun edi. Tashxis nima? 7 haftalik bog'lash, keyin gips va reabilitatsiya, jami 5 oylik terapiya. Men uyda o'sgan tabiblar va shamanlarga ishonmasdim. Shuning uchun darhol yaralaringizni o'zimiz davolaymiz. Men suyaklarni yig'ib, shinalar va gips qo'yishim mumkin, deb taklif qildim. Bu orada qiz devorga qo'lini uzatdi va shoshilib, "Bu yerda kuting, omolga. Shaman meni tezda davolaydi", dedi. Men beparvo bosh irg'ab, sariq devorning o'zgarishiga qaray boshladim. Unga suyangan odamning og'irligi ostida u avval osilib, yorilib ketdi, keyin yopilib,
shaffof bo'lib qoldi. Go'yo ko'rinmas kimdir tantanali chiqishni boshlaganidan keyin pardani ko'targandek edi. Zal iliq edi, shuning uchun men yechindim. Yopishqoq kurtka va shlyapamni, ho'l kigiz etiklarimni, issiq shimlarimni yechdim va seysmologlarning sovg'asi ryukzak kamarimdan tushgan geologik bolg'a bilan o'ynab, yerga o'tirdim. Bu orada notanish odamning jasadi gorizontal holatda osilib turardi va uning atrofida sanoqsiz uchqunlar aylanib, o'ng oyog'i atrofida bir-biriga bog'langan energiya kamarini hosil qiluvchi umumiy massa markazidan binafsha oqimlarni chiqarardi. Bu yaltiroq shodlikning so'nggi akkordi qizning qora sochlari edi. Avvaliga u asta, sekin bo'ynidan va yelkasidan oqib o'tdi, keyin elektrlashdi va tekislandi, yaltiroq sharga aylandi. Dahshatli tosh chetga uchib ketdi va men qorong'u quduqqa tushib ketdim. Tikkalab yiqilish boshlandi. Men yiqildim, silliq devorlarga yopishib oldim. Lekin to'xtay olmadim, hissiy yuk tufayli uxlab qoldim va dahshatli tush ko'rdim. Lekin darhol uyg'onib ketdim, havo harakatini his qildim. Xuddi shu, ammo nozik o'zgargan qiz yo'lakka kirib keldi, belidan qadam tashladi. U uyalmasdan menga yaqinlashib, qiziquvchan ohangda dedi: "Dona Omolga. Mening ipakdek terimga, tuzalgan oyog'imga qarang va rostini aytsam, kasalxonangizda shaman, tabib yo'q. Ha, davolanish natijasidan endi yanada go'zalroq va quvnoqroq qizdan chin dildan xursand bo'ldim. Bundan tashqari, men uning nafis tanasining har bir egri chizig'ini ko'ra olardim. Axir, bo'sh vaqtimda men klassik uslubda rasm chizardim. Shuning uchun men bunday ajoyib yozuvni mayda detallari bilan yodlab oldim. Bir lahzadan so'ng men boshqa tomonga qaradim va javob berdim: haqsiz. Men haqiqatan ham koinot yaratuvchisi ko'rinmas shifokor bilan birgalikda tanangizda ajoyib ish qilganini ko'rmoqdaman. Endi tanishaylik, chunki men qandaydir sirli Omolga emasman, balki sovet odami va fuqarosi Anatoliy Nikolayevich Tarasovman. Qiz axloqiy ohangga e'tibor bermay, jilmayib, begunoh ohangda javob berdi: Gelyun, mening ismim Gelyun. Sizni Omolga deb chaqirsam xafa bo'lmang, bu tartar tilining evenki lahjasida shunchaki yigit. Tibbiy jihati meni qiziqtirdi, shuning uchun men sho'ngingizni paypaslasam bo'ladimi? Deb so'radim. Gelyun o'ng oyog'ini cho'zdi va o'ynoqi ohangda: mana, agar xohlasangiz qarang, dedi. Oldinga egilib, uning boldirini diqqat bilan paypasladim, ammo suyak to'qimasida travmadan keyingi o'zgarishlarni topmadim. Hech qanday chandiq ham yo'q edi. Keyin boshimni ko'tardim va qizning qutb tunidagidek qorong'u jozibali nigohi meni kutib oldi. Men asabiy ravishda tomog'imni qirib, qochib qutulgancha: davolash natijalari ajoyib, lekin kiyinishingiz kerak, agar shamol essa, shamollab qolasiz, deb so'radim. Menga xafa bo'lgan nigoh bilan qaragan Gelyun iflos kombinezonini yerdan oldi va kutilmaganda yorqin chaqnashdan so'ng eskirgan matoni yangilab, ularni yangi va toza kiydi. Bir daqiqa sukutda o'tdi, keyin yana bir daqiqa uzun, qora sochlarini tarab, Gelyun to'satdan so'radi: nega yerda o'tiribsan? Hiyla kutmagan holda, qo'llarimni yoyib, begunohlik bilan javob berdim: atrofga qarang, mebel yo'q. Qiz noaniq yelkalarini qisdi, boshini chayqadi va xotirjamlik bilan: hech bo'lmaganda bunga o'tir, dedi. Men orqamga o'girilib qaradim. Ortimda ko'zni qamashtiruvchi oq ayiq terisi bilan qoplangan keng divan turardi. Ko'zlarimga ishonolmadim va u yerda yo'qligiga qasam ichgan bo'lardim. Gelyun qasoskor g'alaba bilan e'lon qildi: sen meni e'tiborsiz qoldirding, Anatoliy. Umid qilamanki, buning sababi bor, lekin bunga ko'p to'xtalib o'tirmaylik. Qayerga tushib qolganingizni bilmoqchimisiz? Albatta, shunday qildim. Shuning uchun men bosh irg'ab, xafa bo'lgan styuardessaning jahlini eshitmadim.
U jiddiy ohangda davom etdi. Biz yengilmas kulbadamiz. Mening tilaklarim bu yerda amalga oshdi. Nima, menga ishonmaysizmi? Unda tomosha qiling. Gilyun qo'lini dramatik silkitib, Polga ishora qildi va divan yonida oq bo'ron aylanib, kengayib borayotgan voronka shaklini oldi va darhol muzlab, tutunli stolga aylandi. Ma'noli sukutdan so'ng, qiz so'radi. Och emasmisan, Anatoliy? Yuring, gazak olaylik. Men javob berishga ulgurmasdan oldin, yangi tayyorlangan stol rezavorlar, asalari uyalari va yangi mevalar bilan to'ldirilgan edi. Ularning orasida lingonberri, amber branberri va ko'k mevalar ham bor edi. Qizil olma, olxo'ri va oltin rangli, dog'li noklarning xushbo'y hidi meni hayratga soldi. Og'zimni suv bosdi. Ochlik vasvasasiga berilib, bir hovuch to'q qizil lingonberri mevasini oldim va ikkilanishimni yengib, ularni yutib yubordim. Vasvasachi menga ma'qullab qarab, qizil olma oldi. Biz divanga o'tirdik va suvli mevalarni ichimdan yeya boshladik. Tez gazakdan so'ng, men sabrsizlik bilan, siz qaysi urug'dansiz? Qabilodamisiz? Bu qaysi tartar laqchasi? Deb so'radim. Qiz o'zini birinchi marta ko'rayotgandek o'ziga qaradi va tushkunlik bilan javob berdi. Mening onam Tungus qabilasidan edilar va Turon tartarida yashar edilar. Bu joylar endi Evenkiya deb ataladi va Tungus avlodlari Evenki deb ataladi. Oqsoqollar menga bu yer ilgari g'arbdan Sharqiy dengizgacha cho'zilgan buyuk tartarining bir qismi bo'lganini aytishganini eslayman. O'sha paytda rus tili qabilalararo emas, balki Sharqiy Tungus tiliga o'xshab tartar tilining g'arbiy lahjasi edi. Endi men qaysi qabila yoki urug'dan ekanligimni bilmayman, ota. Onam ancha oldin vafot etishgan, dunyo o'zgardi. Bolaligimdan bilgan shaharlar, mamlakatlar va qadimgi ko'l bo'yi tushunchalari yo'q bo'lib ketdi. Men bu javobdan hayratda qoldim. Hozirgina eshitganlarimning kattaligini anglay olmadim. Lekin ichimda biron bir joyda bilimga bo'lgan to'ymas chanqoqlik allaqachon alangalanib turgan edi. Charchoqimni unutib, Gilyundan bilgan hamma narsasi haqida so'ray boshladim. U hech narsani yashirmadi va mening qiziqishimni qondirish uchun qo'lidan kelganini qildi. U rus tilida har xil kundalik mavzularda yaxshi gapirardi va ma'lum bo'lishicha, akademik ma'lumoti yo'qligiga qaramay, u juda ko'p narsani bilardi. Oxir-oqibat, uning tarixiy dogmadan farqli klassik qarashlari mening sovet bilimdoni sifatidagi beparvoligimga qattiq zarba berdi. Bundan tashqari, Gilyun o'ziga xosliklardan mafhumlashib, menga qadimgi rus tilining boy lug'atidan foydalanib, uning noyob morfemalarini soddalashtirilgan zamonaviy iboralarga to'qib, mohirona javob berayotganini anglab, jiddiy chalkashib ketdim. Aytgancha, u menga Sibir shaharlari va daryolarining nomlarini aytib berdi. Ularning ma'nolari asta, sekin o'z ma'nosini yo'qotgan va ishlatilmay qolgan. Qadimgi rus runik ma'nolari bilan to'yingan, soddalashtirilgan, aniq ma'noda, yaqin vaqtgacha qadimgi rus iboralari va so'zlari bilan tushuntirish mumkin edi. Qizning dunyoqarashida qadimgi bilim afsonaviy xurofotlar va yovvoyi tabiatdagi shaxsiy hayot tajribasi bilan tinch, totuv yashagan. Shuning uchun uning qalbida ko'p yuzli xudolar va ajdodlar tomonidan vaqt tongida to'qilgan yorqin dunyoga cheksiz ishonch yashagan. Qadimgi ruscha lug'atdan foydalanib, qiz menga klassik fizika postulatlariga xos bo'lgan zamonaviy terminologiyaga murojaat qilmasdan, bizning ko'p o'lchovli dunyomiz qanday tuzilganligini tushuntirdi. Keyinchalik menga qor kulbasi deb nomlangan murakkab, mustaqil yer osti kompleksi yerga ta'mirlash uchun qo'ngan. Ammo sayyoraviy falokat paytida loy ostida ko'milgan halokatga uchragan yulduzlararo kosmik kemadan boshqa narsa emasligi ayon bo'ldi. Gilyun yulduzli xudolar yuqori aqlli gumanoidlar kemada uxlab, gapiradigan ruh yoki superkompyuter nazorati ostida qutqaruvni kutayotganini tushuntirdi.
va yana ko'p narsalar bor edi. So'rovlar orqali men musofirlar bizga eng yaqin yashil yulduz atrofida aylanib yuradigan 9-sayyoradan 16 quyosh yulduz tizimidan kelganini aniqladim. Yerga qo'ngandan so'ng ular uyga falokat signalini yuborishdi va qarish jarayonini sekinlashtiradigan chuqur uyquga ketishdi. Miya hujumimni davom ettirib, charchagan holda so'radim. Yulduzli xudolar, gapirish ruhi, men bularning barchasini tushunaman, lekin ularga nega keraksiz? Mahalliy aholidan bo'lgan oddiy qiz. Gilyun bosh irg'adi va bila turib javob berdi. Qo'mondon menga gapirish ruhi nomukammal ekanligini, yolg'iz o'zi aqldan ozib, uxlab yotgan hukmdorlarning hayotini olishi mumkinligini ogohlantirdi. Shuning uchun tirik, hushyor qo'riqchi har doim qor kulbasida bo'lishi va vaqti bilan bizga ularning borligini eslatib turishi, so'rovlar berishi va buyruqlar berishi kerak. Eshitganlarimni qayta ko'rib chiqib, men kemaning elektron miyasi yuqori axloqiy, biologik hayotni himoya qiladigan qoidalar bilan boshqariladi. Ammo apparat xatolaridan xoli emas degan xulosaga keldim. Mening maqsadga yo'naltirilgan usulim ajoyib natijalar berdi. Shuning uchun taktikani o'zgartirmasdan, men yana bir yetakchi savol berdim. Nima uchun yulduzli xudolar o'zaro smenalarni tashkil qilmadilar? Gilyun biroz o'ylanib qoldi. Keyin qoshlarini ko'tarib, xursandchilik bilan e'lon qildi, esimda. Bir safar yulduz kuzatuvchisi Sov mening huzurimda hamrohlariga murojaat qilib, xayolan shunday dedi. Mahalliy qizni bizning vasiyimiz etib tayinlash uchun ovoz berishdan oldin, men tantanali ravishda e'lon qilaman. Yer atrof muhitining barcha biologik omillari biz uchun zararli. Men tortishish kuchining ortishi, yuqori chastotali magnit maydon va yulduzning sariq nuri haqida gapiryapman. Qizning hayot hikoyalari ko'pincha inson hayotining vaqt doirasidan tashqariga chiqib ketgan. Shuning uchun charchoqqa qaramay, men qiziqib davom etdim. Keling, bu haqda birgalikda o'ylab ko'raylik. Inson hayoti qisqa va yulduzlar aro masofalar juda katta. 30 yoki 40 yildan keyin qariganingizda kim sizning o'rningizni bosadi? Gilyun javob berdi. Meni almashtirib bo'lmaydi. Shaman vaqti bilan mening kasalliklarimni davolaydi. Shuning uchun men qarimayman. Siz meni 25 yoki 30 yoshda deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Men ijobiy bosh irg'adim. Qiz achchiq xo'rsinib, aniq aytdi. Bu to'g'ri emas, Anatoliy. 369 qishdan beri men yulduzli xudolarni himoya qilib kelmoqdaman. Ular uxlashadi, men esa ularning najotini kutib, bedor yuraman. Qizning e'tirofi meni shunchalik hayratda qoldirdiki, men, sen o'lmassan, deb xitob qildim. Gilyun esa rostgo'ylik bilan, umuman jasurlik kabi emas, javob berdi. Yo'q, men o'lmas emasman. Yulduzli xudolar ketganidan keyin men uzoq vaqt yashayman. Ehtimol yana 100 yoki 150 yil, asta, sekin yo'qolib boraman, lekin men uzoq yashashni xohlamayman, yolg'iz qolish qiyin. Kulbada vaqt juda sekin o'tadi, go'yo u bir joyda turgandek. Men Gilyunga rahmim keldi, shuning uchun tezda zaif bahona topdim va uni tinchlantirishga urinib, maxfiy ravishda dedim. Hammasi unchalik yomon emas. Siz qamalib qolmaysiz, yaxshi yashaysiz va yovvoyi bug'ularga minasiz. Gilyun hidlanib, javob berdi. Siz adashyapsiz, bu yerda haqiqiy erkinlik yo'q. Qor kulbasida o'tirishdan charchaganimda sayrga chiqaman. Gapiradigan ruh hech qachon e'tiroz bildirmaydi va kutadi. Lekin 5 kundan keyin u chaqira boshlaydi va meni qaytishga majbur qiladi. Qoshlarimni ko'tarib, xavotir bilan so'radim. Gapiruvchi ruh chaqiryaptimi? Demak, ketishga harakat qildingizmi? Qiz xafa bo'lib bosh irg'adi. 310 yildan so'ng, yulduzli xudolar bilan kelishuvim tugagach va kutilgan yordam kelmagach, men gapiradigan ruh bilan janjallashib, ozodligimni talab qildim. Hatto uni uyg'otishni buyurdim.
Lekin gapiradigan ruh turib oldi, u mening buyrug'imni e'tiborsiz qoldirdi va meni xizmat qilishga majbur qildi. O'shandan beri men uni Xargi deb atayman. Azob va og'riqning quyi dunyosidagi sovuqdan tug'ilgan tungus yovuzligi kabi. Xafa bo'lib, men ilgari Taymir deb atalgan kichik tundiradan qochishga qaror qildim. Yangi vaqt tizimiga ko'ra 1913 yil yoki mahalliy tartar taqvimiga ko'ra 7421 yil edi. Xargi mening yo'qligimga ahamiyat bermasligiga soddalik bilan ishonib, oziq, ovqat yig'a boshladim, ov qilish va baliq ovlash. Belgilangan kuni chanaga 2 haftalik baliq, kiyik go'shti va kichik bir xalta o'tlar bilan to'ldirdim. Bug'ularni bog'lab, qadimgi davrlarda Turan Tartarining poytaxti bo'lgan va 3 milliongacha aholisi bo'lgan Ganasanlar va evenklarning mahalliy qishlog'i Tutonchaniga yo'l oldim. Aynan o'sha yerda men xudolar va ajdodlar shon sharafiga mos ravishda yashashga qaror qildim. Chanada ketayotgan jamoani haydab, 5 kun davomida xotirjamlik bilan janubga qarab yo'l oldim. O'yin, kulgi uchun kakliklarga tuzoq qo'ydim, lekin 6-kuni kayfiyatim to'satdan yomonlashdi. Rejalarimga shubha qila boshladim va bug'ularni g'azab bilan oldinga siljitishga unday boshladim. 7-kuni men o'zimni his qila boshladim Xargi. Men uning yolg'izligini, sarosimasini va g'amginligini his qildim. O'sha kuni kechqurun u jimgina yolvorib, "Rahm qil, qaytib kel, yulduzli xudolar senga tayanadi", deb yolvora boshladi. Haftaning 8-kuni uning iltijolari qichqiriqlarga aylandi. Shunga qaramay, men jasorat bilan qarshilik ko'rsatdim. 9-kuni Xargi o'zining asl qiyofasini ochib berdi va g'azab bilan "Orqaga qayt", deb talab qildi. Uning aqliy xabari shunchalik kuchli ediki, burnimdan qon keta boshladi va qornim aylanib ketdi. Yarim hushimdan ketib, bug'ularni qo'yib yubordim va oyoqlarim meni o'z holiga qaytarib oldi. 13 kundan keyin men shamanning uyida uyg'onib ketdim. Chidab bo'lmas darajada ochlikni his qildim. Oyoq barmoqlarim qorayib, muzlab qolgan edi. Og'riqdan titragan edim, lekin og'zimni ochib qichqira olmadim, chunki lablarim quruq, yorilgan va qonayotgan edi. Boshimni chayqadim, nolidim va yig'ladim. Shaman yaralarimni davolagani qanday ne'mat. Qizning hikoyasi meni xavotirga soldi. Men superkompyuter faqat maqsadga muvofiqlik ustuvorligiga asoslanishini angladim. Ya'ni u odamga yulduzli xudolarning buyruqlari bajarilishi uchun shunday ta'sir qilishi mumkin edi. Men o'zimni himoyasiz his qildim va yuragimda so'radim: agar gapiradigan ruh fikrlarni o'qiy olsa, nega u sizga yordam bermadi? Jarga yiqilganimdan keyin Xargini chaqirmadim. Keyin meni topib, qutqarib qoldingiz. Juda xursandman, Anatoliy. Aytgancha, baxtsiz hodisa sizning tutun chiqayotgan shovqinli mamontingizni tekshirmoqchi bo'lganim uchun sodir bo'ldi. Shuning uchun bug'ularimni oldinga olib chiqib, eng yaqin tepalikka chiqdim. Pastda 3 kishi shovqin, suron ko'tarib yurishardi, ular qandaydir arqonni cho'zishardi. Keyin soqolli odam qo'lini ko'tardi va portlash eshitildi. Yashil alanga o'tkir hushtak bilan birga otilib chiqdi. Mening turgan ismli chaqqon bug'ularim qo'rquvdan titrab, qoqilib, meni tashlab yubordi. Nishabdan yiqilib, toshga urilib, hushimni yo'qotdim. U yerda qancha vaqt yotdim. Bilmayman, sovuqdan uyg'onib ketdim, turishga harakat qildim va og'riqdan qichqirdim. Keyin siz paydo bo'ldingiz. Xizmatim boshida bunday bo'lishi mumkin emas edi. Chunki yulduz kiyiklarining haydovchisi Sok xudosi kutilmaganda menga bilaguzuk sovg'a qildi va tantanali ravishda "Bu aqliy nazoratga ega ko'rinmas qalqon. Men uni siz uchun yaratdim. Xavfsizlik uchun foydalaning", dedi. Keyin men yulduz xudosidan sovg'a olganimdan juda faxrlandim.
ko'rinmas pufakcha meni himoya qildi. Men uni bir necha bor och bo'rilardan himoya qilish uchun ishlatganman va hatto uchishga ham harakat qilganman. Baland tepaliklarga chiqqanman va sakrab, havo oqimlarida suzib yurganman. Bir marta notinch shamollardan o'zimni yomon his qildim. Bir zumda aqliy nazoratni yo'qotib qo'ydim va qalqon o'chib qoldi. Yiqilish qo'rqinchli. Shundan so'ng shaman qalqonni kiyiklarni boshqarish uchun qayta sozladi. Tundrada hech kim uy kiyiklariga minmaydi, lekin men yovvoyi kiyiklarga minaman. Demak, bizning traktorimiz Gelyunning e'tiborini tortgan ekan va Mavleddinning olovli quroldan ogohlantiruvchi o'qi meni statsionar barometrdagi bosimning keskin pasayishi va qo'rqib ketgan turgin bo'ronining boshlanishi haqida ogohlantirdi. Hammasi mantiqan to'g'ri. Lekin Gelyun nega traktorni Mamont bilan taqqosladi? Men aniq bir savol berishim kerak edi. Nega ekspeditsiya traktorini karnay chalayotgan Mamont bilan taqqosladingiz? Bu hayvonlar ilgari yashagan deb kim aytdi? Gelyun xursand bo'lib javob berdi. Men bolaligimda Mamontlarni ko'rganman. Ularning podalari bu yerda Turon tartarida o'tlab yurgan. Keyin falokat yuz bergan. Men 7090 yilda yoki zamonaviy taqvimga ko'ra 1582 yilda tug'ilganman va bolaligimni yaxshi eslayman. Otamning ismi Tamnargun, onamning ismi Garpancha edi. Men 10 yoshligimda chet ellik shahzoda Dmitriy Ivanovich Uglichskiy tutonchaniga olib kelindi. U va uning jimgina qo'riqchisi shaharning kam aholi yashaydigan shimoliy qismida qadimgi rus Svarog ibodatxonasi yonidagi elchixona uyida joylashtirildi. Otam ham oilaviy chodirimizni u yerga ko'chirdi. Mening opa, singillarim yoki aka, ukalarim yo'q edi. Shuning uchun men tezda xushchaqchaq shahzoda bilan do'stlashib qoldim va biz tez o'ynardik. Bu tasodifan emas, balki onam Turon tartarisining maxfiy bo'limida xizmat qilganliklari va ular qo'riqlayotgan odamga boshqa hech kimni yaqinlashtirmaganliklari uchun sodir bo'ldi. Onam menga bir marta buyuk Tartariya qulaganidan so'ng, uning g'arbiy chegaralarida ko'plab qirolliklar paydo bo'lganini, ijtimoiy tenglikni qabilaviy inglizmni oyoq osti qilganini aytdi. Faqat 7 daryo bo'yida, Yakning narigi tomonida, hozirda Ural daryosining narigi tomonida Sibir deb ataladigan Turon tartariyasi va sharqda Armiyadan devor bilan o'ralgan Xitoy tartariyasi Tarx Perunovich va Nurli Tara buyruqlarini bajarib, o'z ajdodlarining yerlarini va xalq farmonini saqlab qoldi. O'sha paytda Rossiya davlatiga aylangan Moskva tartariyasi g'arbiy kogonatlarda hukmron mavqega ega bo'lgan edi va shuning uchun mulkdan mahrum qilingan xalq isyon ko'tardi. Ivan Tsar Shumer qonuni foydasiga konni xalq qonunini bekor qildi. Beparvolik bilan minoraga soat miliga teskari yo'nalishda daqiqali soat o'rnatdi va Krimda kofirlar uchun ziyofat uyushtirdi. Yo'q, yangi Osuriya soati moskvaliklarni uxlatmadi. Maydonda to'plangan odamlar nafaqat o'zlarining mahalliy 16 soatlik soatlarini, balki qadimgi xalq turmush tarzini ham qaytarishni talab qilishlari uchun birinchi soatning 144 qismidan kamroq vaqt o'tdi. Tsar Ivan Kremlning yer osti xonalarida qo'zg'olonchilardan yashirinib, Turon tartariga elchilar yuborib, xon qadanimizdan qon aloqalarimizni eslab qolishlarini va Moskvadan ketgan begunoh tsarevich Dmitriyni Tara orollarida yashirishni so'radi. Onamga qirollik avlodini Osiyo rapidlari orqali Turon dengiziga kuzatib borish va uni qayiqqa qo'yish vazifasi yuklatilgan edi. Biz oilamiz bilan sayohat qildik, qorovullarga soxta hujjatlarni taqdim etdik. Anatoliy, siz allaqachon taxmin qilgan bo'lsangiz kerak, biz aynan shu joylar haqida gapiryapmiz. Biz Yenisey daryosi bo'ylab Qora dengizgacha sayohat qildik. Hozirda Polaris deb ataladigan qotib qolgan Yulduz Tara boshchiligida Kazachinskiy rapidlarini ortda qoldirdik. Yo'l davomida men ko'pincha yashil o'tloqlar va yosh bog'larda o'tlayotgan ulkan uzumlar va junli mamontlarning podalarini ko'rardim. 2 haftalik sayohat oxirida Dmitriy ishonchli tartar boshqaruvchisiga topshirildi.
Shundan so'ng yelkanli kema qadimgi vatanimizning qoldiqlari bo'lgan Tara orollariga yo'l oldi. O'tmishda yer yuzida hech kim qattiq sovuq haqida eshitmagan edi. Falokat kutilmaganda yuz berdi. Kuchli yomg'ir yog'a boshladi va quyosh g'oyib bo'ldi. Keyin shimoliy shamol esib, misli ko'rilmagan yoqimli qor olib keldi. Qish dahshat edi. Qisqa muddatli eritishlar bilan 3 yil davom etdi. Hammasini birdaniga eslay olmayman. Bugun Anatoliy, men 400 yoshga to'ldim. Qiz o'zini qayg'uli fikrlaridan chalg'itish va yig'lamaslik uchun rezavor mevalarni yey boshladi. Buni boshdan kechirish va keyin deyarli 4 asr davomida bo'sh, qorong'u silindrda o'tirish. Gazetalarsiz, radiosiz, kitoblarsiz yoki televizorsiz, deb ming'irladim. Bu xuddi tiriklayin ko'milgandek. Keyin yana bir shubha hujum meni boshdan kechirdim, o'yladim. Qanday ahmoq, zaif va arsiz. Men o'lmaslik, parvoz va telepatiya haqidagi bema'niliklarni tinglayman, lekin aslida men qor kulbasida o'tiribman. Kislorod yetishmasligidan bo'g'ilib, ahmoqona tushlar ko'raman. Qo'limni chimchilab, barmoqlarimni ko'zlarimga bosdim va ko'zlarimni ochdim. Og'riqli edi, tasvir itoatkorlik bilan 2 baravar ko'paydi. Jin ursin, bu haqiqat, deb o'yladim va to'satdan o'rnimdan turdim. Narsalarim qurib qolgan edi, shuning uchun men qat'iyat bilan Gelyonga o'girildim. Qor bo'roni tinchlangan bo'lsa kerak, men ketishim kerak. U chalkashib ko'zlarini pirpiratdi va e'tiroz bildirdi. Yo'q, Anatoliy, yo'q. Biz tundraga qaytib bora olmaymiz. U yerda shamol kuchliroq. Qizning yuz ifodasi o'zgardi, lekin shu tufayli u bolalarcha qo'rqib ketgan va sodda ko'rinardi. Menga u mening hamrohligimni qadrlashi va xayrlashishni istamasligi ayon bo'ldi. Keyingi lahzada Gelyon qo'lini silkitdi va kema devorlari shaffof bo'lib qoldi. Biz o'zimizni zumrad nuri bilan yoritilgan qor bilan qoplangan tundrada topdik. Avvaliga atrofimizda jimgina suzib yurgan qor parchalari aylanib yurdi, keyin baland, uvillagan shamol esa boshladi. Keyingi lahzada divan poldan ko'tarildi va shamollari bilan titrab, tundra ustidan uchib o'tdi. Ko'plab qor parchalari ko'zlarimga uchib kirdi. Qo'rquvdan ko'zlarimni qisib qo'ydim, lekin ular ko'z oldimda g'oyib bo'ldi. Biz tezda traktor yo'li bo'ylab kuzatuv belgilari ustidan uchib o'tdik va ekspeditsiya lageriga yetib keldik. Yuqoridan men traktor va yuk chanasi turar joy binosi orqasida yashiringanini payqadim. Barakalla, Lukashenko, u aqlli, deb o'yladim xursand bo'lib. U shubhasiz tajribali mexanik va haydovchi, shuning uchun u traktor dvigateli va yoqilg'isini himoya qilish uchun hamma narsani to'g'ri sozlashni biladi. Iliq shamoldan bochkalar. Aks holda nam qor hamma narsaga yopishib qoladi va harorat pasayganda nafaqat muz hosil bo'ladi, balki kondensatsiya ham dizel injektorlariga zararli bo'ladi. Gelyon barmog'i bilan havoda aylana chizdi va biz ekspeditsiya majmuasi ustida aylana boshladik. Men yashash joyi modulining chekkalarida qor uyumlari paydo bo'layotganini payqadim. Dovul shamoli esib, yirtib tashlaganida majmuaning barcha qismlari ko'zdan g'oyib bo'ldi. Zumrad nurida men radiomiz uchun antenna bo'lib xizmat qilgan mis simning yarqirashini ko'rdim. U yashash joyi modulining oynasidan chiqib, taxminan 15 metr naridagi yer qobig'iga sanchilgan baland ustunga qarab cho'zildi. Musiqiy xomus kabi jiringlayotgan, tebranayotgan simni kuzatib, to'satdan xavotir bilan o'yladim. Badretdinov favqulodda holat e'lon qilgan va qutqaruv vertolyoti uchun radio orqali xabar bergan bo'lishi kerak. Bundan xavotirlanib, yana Gelyonga o'girildim. Iltimos, meni qo'yib yuboringlar. Men o'rtoqlarim oldiga qaytishim kerak. Qiz menga achinib qarab, qo'li bilan mensimay ishora qildi va tundra g'oyib bo'ldi.
Biz o'zimizni kosmik kemaning keng zalida topdik. Men umidsizlik bilan hammasi aniq. Biz hech qayerga uchmadik va ko'rganlarimiz uchayotgan transport vositasining yuqori sifatli kamerasi orqali uzatildi. Dedim. Gelyun tushunarli tarzda jim qoldi. Beyona stereoskopik tasvirlash texnologiyasidan hayratda qolgan holda, men hayajon bilan so'radim. Sizningcha avtoturargohdagi o'rtoqlarim uchayotgan ko'zni payqashganmi yoki uning zumrad nurini ko'rishganmi? Qiz yelkalarini qisib, ochiqchasiga tan oldi. Bilmayman. Uchta bob. Yulduzli xudolar Gelyun sirli sukunatni buzdi va qat'iyat bilan dedi. Anatoliy. Men senda yordam berishga va o'rganishga tayyor mehribon izlovchi, sayohatchini ko'rdim. Shuning uchun senga yulduzli xudolarni ko'rsatishga qaror qildim. Lekin avval o'zingni almashtirishing kerak, aks holda hargi seni ichkariga kiritmaydi. Hammasini yig'. Keyin u yonayotgan devorga tegib, havodan ko'k rangli kombinezonni yulib oldi va dedi, ol. Ki va fermuarni tort, tikuv taranglashadi. Men kombinezonni olib, ehtiyotkorlik bilan divanga qo'ydim. Keyin kurtka, ko'ylak va ichki kiyimimni yechdim. Qiz hali ham bir narsa bilan band edi, shuning uchun u menga beparvo qarab turardi. Men vaznimni kutgancha o'zgartirdim, lekin u javob bermagach, men g'azab bilan talab qildim. Hech bo'lmasa 100 o'gir, Gelyun. U kulib yubordi. Nafislik bilan bir qadam orqaga chekindi va ko'zlari mushuknikiday chaqnab, 100 o'girdi. Voy, ko'zlarimni yumib turishim kerak, deb o'yladim va buklamalarni qiynab, kombinezonni kiyib oldim. Gelyun bir narsani o'ylab bo'ldi va menga uzr so'rab tabassum bilan qarab, ochiqchasiga dedi. Yoshlar o'tib, rivojlana boshlayapsan, Anatoliy, va sekinlasha boshlayapsan. Men uyatchanlik bilan qornimni so'rib, ko'kragimni shishirib javob berdim. Ha, shunday bo'lsa kerak, men allaqachon 52 yoshdaman. Bu mening kasbimning chegarasi. Gelyun qo'limdan ushlab, shoshilinch ravishda dedi. Qo'yib yuborma, aks holda hargi seni to'xtatadi. Pastga tushamiz. Biz yana kamalak yo'lagidan o'tib, vestibyul silindriga qaytdik. Oq tutun paydo bo'lganda men endi qo'rqmadim, chunki bu molekulyar maydonlar tamoyillari asosida ishlaydigan yuqori texnologiyali lift ekanligini angladim. Bir zum qorong'i tushdi. Ko'zlarim xira yorug'likka moslashganda, men atrofga diqqat bilan qaradim va biz allaqachon harakatlanganimizni va qandaydir katta doira ichida joylashgan shaffof silindrda ekanligimizni angladim. Men gapirishni xohlamadim. Men faqat yo'lboshchimning qo'lini mahkamroq siqdim va to'satdan qotib qoldim. Uni abadiy ushlab turishni xohlayotganimni angladim. Gelyun jimgina gapirdi. Bu ulkan kulbada men uchun kirish mumkin bo'lgan oxirgi xona. Diqqat bilan qarang, Anatoliy, yulduzli xudolar atrofimizda chapda bosh un, yulduz kuzatuvchi sovning ro'parasida, o'ngda yulduzli kiyik haydovchisi soch va eng muhimi, dono maslahatchi rep osmonda uchib yuradi. Men salqin, biroz botiq devorga suyanib, oppoq tuman ichida suzib yurgan yulduzli xudolarni ko'zdan kechira boshladim. Binafsha chaqmoq bilan yoritilgan zumrad nurida men uning ruhiy yuziga, uning juda insoniy, baland ayol peshonasiga tortildim. Faqat cho'zilgan bosh uning begona kelib chiqishini ko'rsatdi. Garchi uning shaklini uzun sochlar zarbasi ostida aniqlash qiyin bo'lsa ham. Afsuski, gumanoidlar uxlab yotgan edi, shuning uchun men ularning ko'zlarini ko'ra olmadim. Men darhol ularning kal boshlari antropomorfik musofirlarni erkak sifatida ko'rsatishini angladim. Ular ehtimol ularning ona sayyoradagi ijtimoiy mavqeini ham anglatardilar va u yerdagi tortishish kuchini tasdiqladilar. Bu yernikidan ancha past edi. Tanalariga nisbatan musofirlarning boshlari inson boshlaridan 3 baravar katta va og'irroq edi. Yo'q, yer yuzida barqaror va muvozanatli yurish uchun mos edi.
Aks holda bizning anatomik kimligimiz yaqqol ko'rinib turardi. Biroq ularning tanalari terisida och yashil rangga ega va tor kostyumlari orqali aniqroq mushaklarga ega edi. Oq rangli maydonlarning oqimi ta'sirida mutafakkir rep bizga yaqinlashdi va aniq ko'rinib qoldi. Peshonasidagi ko'plab burmalari g'ayrioddiy aqlga ishora qilardi. U mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga qodirligini his qildi. Gilyun mening nigohimni kuzatib, yulduzli xudolar ko'p qarorlarni birgalikda qabul qiladilar, lekin istisno hollarda qo'mondon mustaqil ravishda maslahatchi repning fikriga tayanib qaror qabul qiladi, dedi. Men superkompyuter kemada sodir bo'lgan barcha voqealarni kuzatib borishini va yodlab olishini bilardim. Shuning uchun men yulduzli xudolarga alohida murojaat qildim. Mabuda sizni kosmik parvozingizni to'xtatishga majbur qilgan qaysi mexanizm ishlamay qoldi? Astronavt Sof, bu joyga yetib borish uchun qanday yulduz masofasi va vaqtdan foydalandingiz? Gravitator Soch, kemangiz dvigatellarining ishlash prinsipi nima? Maslahatchi rep, faningiz qanday rivojlanish cho'qqilariga yetdi? Men sizning yer insoniyatini rivojlanmagan, illatlarga botgan, hukumatparast parazitlar tomonidan mamlakatlarga bo'lingan deb hisoblashingiz mumkinligini inkor eta olmayman. Albatta, siz hozir uxlayapsiz va mening savollarimga javob bera olmaysiz. Shuning uchun men sizdan kelajak uchun so'rayman. Yordam kelganda darhol uchib ketmang. Bizga sun'iy ocharchilik va birodarlik urushlaridan o'layotgan yerliklarga yordam bering. Bizga adolatli, yuqori axloqli insoniy jamiyat qurish uchun ijtimoiy texnologiyalarni bering. Yulduzli xudolar bilan gaplashayotganimda vaqtni yo'qotib qo'ydim. Shuning uchun Gilyun qo'limni siqdi va pichirladi. Qarashni bas qiling, ketish vaqti keldi. Harganing sabrini sinashga urinmang. Keyin u meni orqaga tortdi va o'zimni tiklash uchun yumshoq divanga o'tirg'izdi. Biz jim qoldik. Bir payt qizning menga yana savol bilan qaraganini payqadim va go'yo biror narsaga qaror qilgandek, u to'satdan qiziqish bilan so'radi. Kombinezoningizni kiyayotganingizda bilagingizda bintni ko'rdim. Biror joyga jarohat yetkazdingizmi? Uni beparvolik bilan silkitib, men javob berdim. Hech narsa emas. Men tasodifan yashash modulimizdagi pechkaga tegib, o'zimni kuydirib qo'ydim. Biroz og'riydi, lekin keyin o'tib ketadi. Shunga qaramay, Gilyun, eshiting, Anatoliy, kuygan joyingizni shaman davolashini xohlaysizmi? U tez va og'riqsiz yordam beradi, deb taklif qildi. Men hayratdan boshimni egib, bu haqiqatdan ham mumkinmi? deb so'radim. Gilyun xursandchilik bilan tasdiqladi, albatta. Siz hatto shamandan sizni yoshartirishini so'rashingiz mumkin. Meni qutqarganingiz uchun sizga rahmat aytmoqchiman. Men yulduzli xudolarga tashrifimizdan oldin ham shunday qaror qilgan edim. Harganing marhamatiga sazovor bo'lish men uchun oson bo'lmadi, lekin endi u jim turadi. Mendan bu haqda so'ramang va menga qarshi chiqmang. Oliy Tunguz xudosi Apka endiri uchun xayriya qilishning yorqin marosimini buzmang. Endi men qizning nega bunchalik o'ychan bo'lganini tushundim va xitob qildim. Ey yorqin jon! Men haqiqatan ham professional jarohatlar va kasalliklardan xalos bo'lib, yoshroq bo'la olamanmi? Gilyun kulib, xursandchilik bilan buyurdi. Kiyimlaringizni yeching. Yoki qoidalarni unutdingizmi? Siz shamanning xonasiga yalang'och holda kirasiz va faqat og'riq keltiradigan narsa haqida o'ylaysiz. Men jimgina kombinezonimni yechdim. Gilyun sarg'aygan devorga tegib, meni paydo bo'lgan yo'lakka itarib yubordi. Uyatsiz tikilib qoldi. Elektron shifokor xonasi kemada ko'rgan boshqa xonalarim singari silindrsimon edi. Kichkina, yo'lak kabi. Men qoidalarni esladim va yolvorib so'ray boshladim. Ko'ryapsizmi, doktor, Rossiyada bir maqol bor. Sog'lom tanada sog'lom aql. Shuning uchun sizdan so'rayman, menga yoshligimni qaytaring.
Shundan so'ng, ko'rinmas, ammo seziladigan narsa tanamni tashqaridan tekshirib, ichkariga kirib, sayohatlarimdan charchagan qarigan organizmimni o'rgandi. Issiqlik menga tarqaldi. Atrofimda oppoq girdoblar aylanib, zumrad chaqmoqlar u yoqdan, bu yoqqa chaqnay boshladi. Sanoqsiz binafsha uchqunlar paydo bo'ldi. Keyin vazinsizlik paydo bo'ldi. Oyoqlarimni ko'tarib, mushaklarimni bo'shashtirdi. Boshimda tanasiz, do'stona ovoz eshitildi. Salom, inson, yerlik. Bu siz bilan gaplashayotgan yulduzlar aro kema Union biologik tuzatish modulining sun'iy intellekti. Faqat xohlagan narsangizni tasavvur qiling. Men yordam beraman. O'zimni jismonan yosh, ammo qari yuzim bilan tasavvur qilib oilam meni tanib olishi uchun ishonch bilan dedim. Men 27 yoshli yigit bo'lishni xohlayman. Men Sovet og'ir atletikachisi Yuriy Petrovich Ulasov kabi kuchli bo'lishni xohlayman. Keyin tasvirlarni tasavvur qilish osonlashdi. Ehtimol, ba'zi rag'batlantiruvchi maydonlar ta'sirida va men kuylay boshladim. Men beqiyos rasm chizishni xohlayman. Men kamera ovoziga ega bo'lishni va ajoyib raqsga tushishni xohlayman. Men pianinoda professional chalishni xohlayman. Men durdona haykaltaroshlik qilishni xohlayman. Men edetik xotiraga ega bo'lishni xohlayman. Men skafandrsiz kosmosda uchishni, suv ostida nafas olishni va qorong'ida ko'rishni xohlayman. Men og'ir kolossilarni ongim bilan harakatlantirishni va uxlamaslikni xohlayman. Shifokor gapini tugatgandan so'ng, men tezda kiyinib, divanga o'tirdim, biroz chalkashib. Gelyun uyg'onib, mehr bilan pichirladi. Siz juda kasal edingiz. Shaman sizni juda uzoq vaqt davoladi. Men uxlab qoldim va yaxshi uxladim, lekin shaman sizni davolayverdi. Men biroz meva yedim va yana uxlab qoldim. Hargi norozi. Uning aytishicha, sizning davolanishingiz juda ko'p sehrli kuchga muhtoj. Bu yulduzli xudolarga deyarli 1 yil davomida sog'lom va sog'lom uyqu berishga qodir. Shaman sizni davolagani qanchalik omadli. Men qo'rquv bilan kosmik tabib saraton kasalligini tashxislagan bo'lishi kerak deb o'yladim, chunki u meni shuncha vaqtdan beri davolab kelmoqda. Biroq men hozir boshqa ish bilan band edim, shuning uchun sabrsizlik bilan so'radim. Gelyun, diqqat bilan qarang, shaman meni o'zgartirdimi? Qiz yonboshlab yotdi, yonog'ini qo'li bilan tirab, yumshoq oq ayiq terisini silab, o'ylay boshladi. Yuzingiz albatta o'zgarmadi, lekin tanangiz voy, u kuchga to'la. Men divandan sakrab tushdim va quvonch bilan xitob qildim. Oyna qayerda? Men o'zimga qaramoqchiman. Gelyun qo'lini silkitdi va kamalaksimon devorning bir qismi jilolangan kumush rangga aylandi. Men buni odatiy hol deb qabul qildim va aksimni tekshira boshladim. Negadir, bu menga tikilib turgan baquvvat kuchli odam emas, balki Ivan Maksimovich Poddubniyga o'xshagan ulug'vor sportchi edi. Mening anatomiyamda biron bir xato bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladim va asta, sekin orqamga o'girilib, ulug'vor qomatimga qoyil qoldim. Men juda xursand bo'ldim. Axir, hatto yoshligimda ham gantellar va kengaytirgichlar bilan yillar davomida mashaqqatli mashg'ulotlardan so'ng, menda bunday kuchli mushaklar yo'q edi. Keyin oyoqlarimning egiluvchanligini tekshirdim va bog'lamlarimning tabiiy qo'polligiga qaramay, o'zimni yon tomonda yorilgan holda ko'rib hayron bo'ldim. Bundan tashqari, belimdagi surunkali og'riq, chap tizzamdagi va o'ng tirsagimdagi jarohatlangan bog'lamlar yo'qoldi. Yoshlik yengilligini his qilib, men beparvo qizga yaqinlashdim va boshimni egib, sizga chin dildan rahmat aytaman, Gelyun. Shifokoringiz mening sog'lig'imni tikladi, dedim. To'satdan men kuchli ochlikni his qildim va shoshilib qo'shimcha qildim. Balki kulbangizda mevalardan ko'ra to'yimliroq ovqat bordir. Gelyun qovog'ini soldi va oval, tutunli stol buta shoxlaridan yasalgan va kiyik terisi bilan o'ralgan mustahkam,
keng dasturxonga aylandi. Tunguslik bo'lgani uchun qiz boy tasavvurga ega emas edi va gurme oshxonasi haqida tasavvurga ega emas edi, lekin u mahalliy oshxonani amaliy tushunardi. Shunday qilib, stolda oddiy sopol likopchalarda qaynatilgan kiyik go'shti, quritilgan ko'mir va javdar noni paydo bo'ldi. Stolning o'rtasida kuchli monshine shishasi va bir nechta oddiy qirrali stakanlar paydo bo'ldi. Ovqatlanishdan oldin ozgina ichdik. Men yedim va to'yolmadim. To'yganimda esa uxlay boshladim. Xushmuomalalik uchun mehribon styuardessa bilan suhbatlashishda davom etdim, lekin ko'zlarim titray boshladi. Gilyun o'ychanlik bilan yostiq qo'ydi. Men unga suyanib, jimgina uxlab qoldim. To'satdan uyg'onib ketdim. Yostiq ostidagi jimgina yig'larni eshitdim. Yo'lakdagi yorug'lik xira edi, lekin uning titrayotgan yelkalarini ko'rdim va sekin so'radim. Nega yig'layapsan, Gilyun? U g'amgin ohangda javob berdi. Kutishdan charchadim, Anatoliy. Un ma'budasi menga 300 qish davomida kulbaning qo'riqchisi bo'lishimni va'da qilgan edi. Lekin bilasizki, yana 70 yil o'tdi va men hali ham shu yerdaman. Lekin bu butun haqiqat emas. Siz allaqachon bu yerdan qochib qutula olmasligimni bilasiz. O'sha uzoq vaqtdan beri qochib ketganimdan beri men hamma joyda mavjud bo'lgan hargining sehrida bo'ldim. Shuning uchun men bo'ysunaman. U meni aqliy nazoratidan ozod qilganida, men o'zimni tutolmay yig'lay boshlayman. Bugun shunday kun. Hargi mutlaq kuchga ega, lekin bir kun yulduzli xudolar uyg'onib, meni ozod qiladi. Siz aralashmang. Hargiga qarshi chiqmang, aks holda bu kulbani tark etmaysiz. Men asrni uning qayg'uli fikrlaridan chalg'itmoqchi edim. Shuning uchun xayolimda zo'rg'a shakllangan bahsli bir fikrni aytdim. Balki yulduzli xudolar vaqtni yer yillarida emas, balki 9-osmon sikllarida o'z sayyoralarining ota yulduz atrofida aylanish davrlarida o'lchaydilar. Gilyun hayratda qolib, bu haqiqatdan ham mumkinmi? Rep menga vaqt haqida gapirdi, lekin men buni tushunmadim, dedi. Men fikrim teskari natija berganini angladim. Qiz yanada balandroq yig'ladi, lekin men orqaga chekinmadim va qat'iyat bilan davom etdim. Buni tushunishingiz shart emas. Gapiradigan ruh javobni biladi. Gilyun ko'z yoshlarini artdi va qotib qoldi. Uning g'amgin yuzida jimgina savol paydo bo'ldi. Bir daqiqadan so'ng u yana yig'lay boshladi va ko'z yoshlarini oqizib, "Hargi jim, u menga javob berishni istamaydi", dedi. Uni qanday tinchlantirishni bilmay, men uning ko'k, qora, biroz to'lqinli sochlarini silay boshladim. Gilyun tinchlandi va o'zini menga ishonchli tarzda bosdi. O'pish go'zal edi, o'zaro erkalash qizni o'zgartirdi. Uning ruhi ko'tarildi va u mehr bilan jilmayib qo'ydi. Keyin biz bir-birimizning qo'llarimiz bilan uxlab qoldik. Men quvonch bilan uyg'onib ketdim. Har bir hujayra tetik va quvvatga to'lgandek his qildi. Qor bo'roni allaqachon tugaganini yaxshi bilardim. Gilyun yengil uxlab yotgan edi. Shuning uchun men sekin va jimgina o'rnimdan turdim. Shu payt miyamda g'alati, buyruq beruvchi ovoz aks sado berdi. Bu yerda sizning borligingiz yoqimsiz, keting. Keyin elektr toki urgandek keskin silkinishni his qildim. To'g'ri tushundim va tezda kiyinishni boshladim. Gilyun ham uyg'onib, mening tayyorlanishimni kuzata boshladi. Keyin chalkashliklarini yengib, tanbeh bilan dedi: "Anatoliy, Tolenko. Ketayapsizmi?" Ismimni 3 ta shaklini rasmiydan yaqingacha, neytraldan boshlab sanab o'tib, u men unga qanchalik yaqin bo'lib qolganimni aniq ko'rsatdi. Men hayajon bilan javob berdim va ajralishimizning aybdorini aytdim. Ha, gapiradigan ruh buni talab qilmoqda. Keyingi lahzada Gilyunning qoshlari qo'rqinchli tarzda chimirildi.
U impulsiv ravishda yerga sakrab tushdi va sakrab tushmoqchi bo'lgan g'azablangan mushuk kabi qotib qoldi. Biroq uning yulduz kemasining haqiqiy qo'riqchisi bilan ruhiy dueli uzoq davom etmadi. 1 daqiqadan so'ng u divan chetiga cho'kdi va charchagan holda dedi: "Tolya, men yutqazdim. Harga qat'iy. Sen yer osti kulbasidan chiqib ketishing kerak. Yana bir narsa bor, sen bu yerda sodir bo'lgan hamma narsani unutasan." Men o'zimni tutolmay, Gilyunni ayblab, jahlimni chiqardim. "Sen ham hamma narsani unutishimni xohlaysizmi?" Qiz chalkashib, qo'llarini qimirlatdi va ovozi titrab javob berdi: "Tolya, Tolenka, buni qanday o'ylading? Hargi biz uchun qaror qildi. U odamlar kulba haqida bilmasligi kerak", dedi. Ketishga tayyorlanayotganimda superkompyuterga o'girildim. "Gapiruvchi ruh, menga quloq soling, men jim turaman. Men yulduzli xudolarga zarar yetkazishni xohlamayman. Meni xotiramdan mahrum qilmang." Gilyun achchiq yig'lab dedi: "Hargi odamlar xavfli deb aytaveradi, Tolya. U sizga javob bermaydi." Men hayajon ichida Gilyunni quchoqlash uchun unga yaqinlashdim, ammo dushman kuch meni qo'pollik bilan to'xtatdi. Superkompyuter darhol irodamni ezdi va go'yo orqamdan uzun bug'u cho'ponining tayog'i xoriy bilan sanchgandek meni chiqish joyidagi yonayotgan devorga olib bordi. Umidsiz bir qichqiriq meni qamrab oldi: "Tolya, men seni eslayman." Atrofni xursandchilik bilan ko'zdan kechirdim va o'yladim: vodiyning naqadar go'zal manzarasi. Keyin asabiylashib yutdim va la'natladim: "Men bu yerda, tepalikning tepasida nima qilyapman?" Men shunchaki profil bo'ylab yugurib, otryadga yetib oldim. Hissiy la'natdan keyin o'zimni yaxshi his qildim. Ufqni diqqat bilan ko'zdan kechirdim, fikrlarimni to'pladim va voqealar zanjirini qayta tiklay boshladim. Tushlikdan keyin 1,5 soat ishladim. Qorong'i tusha boshladi. Yaxshi. Nima uchun endi sharqda tong otyapti? Mening otryadim qaysi tomonda? Bo'ron boshlanayotgan edi. Nima uchun hozir sovuq va tiniq? Rasmiy tergovga tayyorlanib, o'zimni ruhlantirib, baland ovozda gapirdim: "Vahima qilmang, o'rtoq topografik guruh boshlig'i. Vodiy sizning ko'zingiz oldida. Siz shunchaki teodolatning qaysi tomonda ekanligini aniqlab, teskari yo'nalishda harakatlanishingiz kerak." Keyin muzli qobiqqa botib qolgan keng chang'ilarimni ko'rdim. Ularni geologik bolg'a bilan sindirishim kerak edi. Keyin kigiz etiklarimni bog'lamlardan o'tkazib, pastga sirpanib, chapga qarab, to'q sariq quyosh chiqishiga qaradim. Ko'p o'tmay, profil bo'ylab geodezik ustunlar o'rnatildi va muzlagan teodolitim paydo bo'ldi. Bundan men bo'ron albatta sodir bo'lgan va yaqinda tugagan degan shubhasiz xulosaga keldim. Men teodolitning qopqog'ini olib tashladim. Qo'lqop uchi bilan optik naychasidan muz kristallarini tozaladim va o'lchovlarimni tugatdim. Keyin teodolitni yana yopdim. Uni shtativ bilan birga yelkamga osib, ekspeditsiya majmuasini qidirib chang'ida uchdim. 1 soat o'tdi. Men yana bir burilishdan o'tib, ekspeditsiya majmuasiga duch keldim. Katta ishchi Mavlettin Badrettinov profil ustida ishlayotgan edi. U ustunli qutining yonida turib, yog'och dastasiga yangi bolta o'rnatayotgan edi. Yaqinlashganimda Badrettinov ham meni payqadi. Qalin qoshlarini ko'tardi va xavotir bilan menga qaradi. "Men Mavlettin, men yaxshiman", deb pichirladim. Mening gaplarimdan keyin do'stim jilmayib, boltani qo'ydi va menga: "Anatoliy Nikolayevich, la'nati. Sen chinakam sarsonsan", deb gapira boshladi. "Kecha bo'ron boshida seni qidirayotgan edik. Lukashenko traktorda u yoqdan bu yoqqa ketayotgan edi. Sobolenko va Dro esa seni tepaliklarda qidirishardi. Men olovli quroldan o'q uzdim va signalni tugatdim.
Tan oling, siz shayton bilan karta o'ynayapsizmi? Siz 48 soatdan beri yo'qolib qoldingiz. Bo'ron paytida kuchli magnet shovqini bo'lganidan xursand bo'ling. Shuning uchun men sizning yo'qolganingizni Dudinkaga xabar qilmadim. Biz endi yana qidiruvga ketyapmiz. Yigitlar allaqachon kiyinishmoqda. Men tanbeh berganimdan so'ng, Badretdinov xo'rsinib, ko'zlarimga qaradi va xushmuomalalik bilan so'radi. Qor kulbasida yashirinib yuribmisiz? To'g'rimi? Shamollamadingizmi? Men jilmayib, bosh chayqadim va jahl bilan, men qayerda edim, deb o'yladim. Katta ishchi norasmiy hisobot berayotgan paytda men qanday javob berishni o'ylab qoldim. Agar men hech narsani eslay olmasligimni rostini aytsam, Mavleddinov favqulodda vaziyat haqida rahbarlariga xabar berishga majbur bo'lardi axir. Biz Sir Vazirlar Kengashi qoshidagi Geodeziya va kartografiya bosh boshqarmasi nazorati ostida, Sir Mudofaa vazirligi ishtirokida maxfiy kartografiya ustida ishlayotgan edik. Shunday qilib, bu vaziyat men uchun yaxshi yakunlanmas edi. Ular hatto evakuatsiya uchun tibbiy reys chaqirishlari mumkin edi. Shuning uchun men yolg'on gapirishga qaror qildim. Men Mavleddinovning hikoyasini tingladim va ovozimni qat'iylashtirib, ishonch bilan tasdiqladim. Hammasi to'g'ri, o'rtoq Badreddinov. Bu siz aytgandek bo'ldi. Bo'ron kuchaydi va men tasodifan adashib ketdim. Men adashib, jarlikka tushib ketdim. U yerda qorga ko'milib qoldim. Shuning uchun 2 kun qor kulbasida o'tkazdim. Bo'ron pasayganda men tepalikning tepasiga chiqdim, joylashuvni aniqladim va otryadga xabar berdim. Mavleddin menga ishonchsizlik bilan qaradi, soqolini silab qo'ydi va noaniq so'kinib, yashash joyi modulining eshiklari tomon yo'l oldim. Men boshdan oyoqqa qaradim va to'satdan uning shubhalarining sababini angladim. Yumshoq kurtkam butunlay quruq edi. Unga ergashishdan boshqa choram yo'q edi. Modulning markaziy xonasida, texnik jihozlar joylashgan sovuq kirish eshigi orqasida butun otryadim to'plangan edi. O'rtoqlarim mening qaytib kelganimdan chin dildan xursand bo'lishdi va bir-birlari bilan raqobatlashib, meni qanday qidirganliklarini bir-birlariga aytib berishdi. Biz o'sha kuni ishlamagan edik. Men buni dam olish kuni sifatida jurnalga yozib qo'ydim. Profilni to'ldirgandan so'ng, biz yana shu yerga qaytib, tunab qoldik, chunki ko'ldan muzni sindirib, choy damlash qulay edi. Tanam o'zgargan edi. Kechqurunlari yotoqxonada chiroqlar o'chmaguncha yechinmasdim. Ba'zan o'zimni g'alati his qilardim, o'zgarish sababini tushunmasdim, lekin yashirincha xursand bo'lardim. Yoshligimdagi Hakasa yengil atletika chempionatida g'olib chiqqanimdan ko'ra, men yanada bardoshli va kuchliroq bo'lib qolgan edim. Bir kuni kechasi tushunarsiz bir voqea yuz berdi. Otryadimizning 2-topografi o'rtoq Durov kutilmaganda uyg'onib ketdi, chunki u hojatxonaga borishi kerak edi. Kiyim etiklarini kiyib o'tirganida, to'satdan derazani yoritayotgan yorqin yashil nurni ko'rdi. Shuning uchun u yumshoq kurtkasiz eshikdan yugurib chiqdi. Boshi uzra tushunarsiz bir narsa chaqnab ketdi va yorqin yoritilgan tundra xiralashdi. Bizni nonushta paytida qo'rqitib yuborgan yigit bizga ekspeditsiya majmuamiz yaqinidagi Zumrad nuri haqida gapirib berdi. Lekin biz bunga ishonmadik. Yigitlar Durovning hikoyasidan kulishni boshladilar va traktorchi Lukashenko qat'iy maslahat berdi. Yostiq ostida ichishni bas qiling, o'rtoqlaringiz bilan baham ko'ring. Sobolenko kulib yubordi. Mavleddin hazillasha boshladi, tizzalarini qoqib. Lekin negadir men o'zimni unchalik baxtli his qilmadim. Ko'p o'tmay havo yomonlashdi va 3 haftalik uzoq davom etgan bo'ron boshlandi. Biz ishlamas edik, shuning uchun men tushkunlikka tushib, kunni shoshilinch ravishda ta'tilga chiqarganim uchun o'zimni ayblay boshladim. Qutb tundrasida yashash va ishlash oson emas,
chunki havo bir soat ichida keskin o'zgaradi, ba'zan janubi, sharqiy shamol susayadi va harorat keskin pasayadi. Shunday qilib, qorong'u, muzlagan tundrada 50 daraja sovuqda miyangiz ishlashni xohlamaydi. Shuning uchun, agar siz taqdiringizni uzoq shimol bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, unda bu sizning sog'lig'ingiz va uzoq umringizni olib ketishiga tayyor bo'ling. Yoz yaqinlashganda men bilan kulgili narsalar va mo'jizalar sodir bo'la boshladi. Bir payt men topografik bo'limimizdagi ishchilarning fikrlarini, ayniqsa Badretdinovning so'kinishlarini eshita boshladim. Men buni xohlamagan edim, shuning uchun uni aqliy jihatdan to'sib qo'yishni o'rgandim. Mening psixofizik metamorfozim shunday boshlandi. Keyin men atmosfera zaryadlarini, shimoliy chiroqlarning elektr fonini va magnit bo'ronlarining chaqnashini his qila boshladim. Ular ichimda to'planib, kutilmaganda ajralib chiqib, halokatli rezonans hosil qildi. Ammo meni muvozanatdan chiqargan narsa kutilmagan levitatsiya hodisasi edi. Bir kuni tepalik yonbag'ridan chang'i uchib ketayotgan edim va to'satdan o'zimni 4 metr balandlikda suzib yurganimni ko'rdim. Qisqa vaqt suzib turdim va keyin toshloq qiyalikka quladim, uchta qovurg'amni sindirib, havoda osilgan teodolitga tikilib, nafas oldim. U orqamdan yiqilish niyatida emas edi. Keyin men yana yashashni o'rgandim, ekstrasensor idrokni, boshqarib bo'lmaydigan telekinizni va xavfli levitatsiyani boshqarardim. 1 yil o'tgach, men ruhiy tabibga aylanganimni angladim va bemorlarni davolashni boshladim. Taxminan shu vaqtlarda men gipnoz terapevtiga bordim va hayotimdagi eng sirli kunlarni qayerda o'tkazganimni esladim. Bu haqda sizga yangi letori aytib beraman. Birinchi fotosurat. Ushbu fotosuratda Taymir geofizika ekspeditsiyasining topografik otryadi harakati ko'rsatilgan. Qutb tundrasi, 1982 yil. Ikkinchi fotosurat suratda chapdan o'ngga Durov, Tarasov, Lukashenko va Sobolenko. Taymir tundrasi, 1982 yil. Uchinchi fotosurat. Suratda hikoya muallifi Mavliddin Badretdinov va uning yukon eti. Dudinka, 1983 yil yozi. To'rtinchi fotosurat Ivan Maksimovich Poddubniy 1871-1949, sirk artisti, professional kurashchi va sportchi. U Zaporojye kazaklarining avlodi edi. Beshinchi fotosurat Yuriy Petrovich Ulasov, sovet og'ir atletikachisi va yozuvchisi 1935-2021, Sirda xizmat ko'rsatgan sport ustasi. Rangli illyustratsiyalar kitob uchun illyustratsiyalar muallifi Sankt-Peterburglik Elizaveta Evgeniyevna Metlinova. Kitob muqovasi muqova rassomi Sankt-Peterburglik Elizaveta Evgeniyevna Metlinova. Kontaktlar muallif bilan bog'lanish uchun quyidagi manzilga yozing: 3774 Tarvikmal.